Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi obzorimizda Heli kompaniyasidan CDD15J modelidagi shtabelyor. Ushbu shtabelyor 1,5 tonna yukni 3 metr balandlikgacha ko'tarib berish qobiliyatiga ega. To'liq elektrический bo'ladi. 24 volt 100 amperlik litiy железо fosfatli batareya bilan jihozlangan. Bir zaryad bilan bir smena to'liq ishlab berish qobiliyatiga ega. Hozir yurishi hamda ko'tarish tushirishini guvohi bo'ldingiz. Ushbu modeldagi shtabelyorimiz yopiq holatdagi omborlar uchun juda ham ideal tanlov bo'ladi. Bundan tashqari ko'rib turganingizdek, boshqaruvchi operator uchun chiqib olish uchun moslamasi mavjud. Hamda ikkita tomonda xavfsizlik uchun temirlari mavjud. Heli kompaniyasining O'zbekistondagi rasmiy dileri sifatida biz sizlarga Helining barcha turdagi texnikalarini eng qulay narxlarda hamda uzoq yillik kafolat va servis xizmat muddati bilan taklif etamiz. Manzillarimizni aytib o'tamiz. Andijonda hamda Toshkentda rasmiy showroomlarimiz mavjud. Toshkentdagi showroomimiz Sergeli mashina bozorining ro'parasida joylashgan. Andijondagi showroomimiz esa Andijon aeroporti atrofida joylashgan.